32 bab. Film ishlash uchun yana Qashqarga kelgan Gulnaz yashnab qolgan hammasini yo'qlash uchun bir necha kun ortiq turib qoldi. Hammasi shaharga tutishib ketgan bog'-baroqliq go'zal bir kentda keng qo'ru joyda o'zi yolg'iz yashaydi. Bahor fasli. Etis qirlardagi yop-yeshil maysalar yangi dunyoga ko'z ochgan so'z yeshil yumron yo'pirmoqlar uzoq-uzoqlarga qadar tutishib ketgan qizg'ish yoki oppoq chechaklar, ochiq osmonda xiraman laylashib yurgan nefis oq bulutlar, paxtak, to'rg'ay ovozi hammasi qo'shilib kishini bahorning masxush tuyg'ulariga cho'mdiratdi. O'zini ko'p ishlarni ko'rgan, cho'ng bo'lib qolgandek sezib yurgan Gulnaz ashu go'zal kanatda turgan kunlarda o'zining texchi yosh qizlardek hissiyatchan, nozik ekanligini, mehr muhabbatga naqadar tashna ekanligini his qildi. Hammasi Mukarramxon xuddi uni tushunib turgandek uning chiroyiga ko'yinish bilan sapsilib qaraydi. Uni o'ltirg'izg'ili yer, xush qilg'ili qiliq topolmay qoladi. Hamma bilan jiyan qiz bir-biriga shunchalik o'xshaydi. Mukarramxonning so'lashgan so'zinchoq yuzidimi qo'yiq, uzun qoshlar, agmi kirpiklik qop-qora ko'zlar alayda ko'zga tashlanadi. Sal ko'tarilib turgan zangaqlarda susqina qizillik hali ham saqlanib turadi. Eri baldır o'lib ketganlikdan uzoq yillardan buyon tanho yashab kelgan bu mo'may oqshimi Gulnazning qop-qora sochlarini silab o'ltirib, "Qizingni nemishqimi yetim qilgansan bolam? Bu yo'l mangdigan yo'l emas edi. Erxaq deganning hammasi shundoq bo'ladi. Sabr qilib o'tkazsang, oxir bir besiqiga tushmay qolmaydi. Lekin erdan ayrilgan xotin kishi dili sunuq, nam nishonsiz holga tushib qoladi. Yolg'izlik yomon. Xudoyim seni undaq kunlardan saqlasin," deydi. Gulnaz qasdan sho'xlik qilib, o'ziga chiqqan loyiqlar bilan qandoq ko'rishganini, yeshi 50larga borgan 5 balliq bir er kishini nima deb qochirib o'tganini do'rab qaqaqlab kuladi. Hammasi uningga egishib kulib qo'ygani bilan ko'nglida qandoqdir bir ishlarni planlab yuradi. Bir kuni u Gulnazning yuzmay, aynak atirlarini so'rab elib chiqib ketib, bu yurtga dangliq daxonga sabab qildirib keldi. Boshqa narsa ishlatmay, mushu narsalarni o'zmay ishlat. Allah buyursa, mushuning bilan ishlaring o'ngishli ketadi deb topildi. Uning turqidan qandoqdir cho'ng ishlarni bitkizib kelgandek qanoat va ishonch chiqib turadi. Gulnaz u so'zlarni narsalarni elib xo'shal bo'lsin deb hammasining ko'zichil ishlatdi. Bundaq ishlarga ancha ishinib ketmasimi, dunyoning ishlarini tushunib bo'lg'il bo'lmaydi. Bir yeri bo'lmasa, bu odamlarmi ishinib yurmagan bo'ladi deb o'yladi. Gulnaz kino teatr rejissyorlik kasbida o'qigan edi. Ham u o'zi shuningga oid darslarni o'tadi. 2 qitim kinoda rol elishdan keyin san'atkor uchun turmushni inchki kuzatishning naqadar muhimligini tonib yotgan edi. U kunda attigini kanatni orlab yurganlarda egilib salom qilib o'tadigan sahro ayollarga, qiyofatidan mardonlik chiqib turadigan erxaqlarga, oppoq soqolliq, xizirdek pokiz qirgan mo'ysibitlarga sinchilab qarab ketadi. Ishki ochiq uylarning oldidan o'tib qolganda peshaymonlik o'yinlarga butun ixlosi bilan namoz o'qiyotgan kishilarga, ushoq bolalar va it mushuk, qo'y qo'zlarga sabzaladi. San'atkorning ijodiyati uchun ana shunday real ko'rinish va jonliq obraz intayin zarur edi. Bu qitim u aeroplanda minishdan voz kechdi. Bir to'p notanish odamlar bilan karvatliq avtobusda 2 kun birga safar qilish uning uchun tepilg'usiz fursat edi. U o'rinni surishtirmayla bilet ilivergan edi. Avtobusga chiqib bo'lib sal afsuslandi. Uning o'rni avtobusning eng orqasidagi 5 kishilik tutash karvatda bo'lib chiqdi. Taliga o'ng tarafida sahroliq 2 ayol bor ekan. Qaraganda qiyni ona bilan kelinga o'xshaydi. Kelinchakning qo'lida yeshiga to'shmagan buvoqmi bor edi. Sol tarafida 60larni eshib qolgan o'roq, qatma, yuzda cho'qur izlari qolgan koni pasundagi kulrang kostyum bilan kepka kiygan bir odam 14-15 yoshlardagi bir qiz bola bilan o'ltiradi. Gulnaz deriza tarafda nimanidir qo'rqitayotgandek atrofga o'rkib qarab o'ltirgan bu qiz bolani
kepkilik odamning qizi bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Avtobus minishi bilanla uning qiz bolani quchoqlab yetib olganligini ko'rib ajablandi. Kech kirgancha bu odam atrofdagilardan aymanmay borgancha haddidan oshqili turgan edi. O'ng tarafdagi ikki ayol bilan atrofdagi kishilar g'udurish qilib turdi. Kepkilik odam birdila sakrab qopib, bu degan mening qonunli xotinim. Quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qandoq yomon bo'ptimi? Gap bo'lsa ochiq qilinglar, bo'lmasa haqning shig'orlashmanglar deb yenidan qandoqdir bir qog'ozlarni elib cho'ridi. Kishilar uningga olib qo'yib, ta'tir qarab edishdi. Gulnozmi ayollar taraf kerak surilib, oyog'ini selib etib o'ltirdi. Qaraganda uning bu safari osonga to'xtamayotgandek qiladi. Yosh ayolning bolasi to'xtamay yig'laydi. Qayni onasi uni noqib o'yg'atganda bolasini qo'liga ilib birdam imitatdi-da yerga to'satdi. Avtobusdagi suydik purqi texnik kuchayatdi. Avtobusning oldi tarafida yo'rib turgan qizg'ish chiroq bo'shikdagi tor karvatlarda qistilib uxlayotgan odamlarni xira-shira yo'ritib turadi. Gulnozning oldi tarafidagi o'rinda chiman do'pi kiyib olgan bir kishi qistilib o'ltirib uzoq namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lib, deraza sirtidagi qorong'ulikqa qarab o'ri o'ltirdi. U xeyli egiz ham qovul odamdek qiladi. U albatta karvatga patmaydi. Gulnoz uxlab qolmaslikka tirishib xeyli vaqtni o'tkazdi. Faqat chidayolmay qolganda yenicha yetib sal mo'ydib olmoqchi bo'ldi. Ammo burniga urilgan kuchlik suydik purqidan uyqusi qechib yana qopib o'ltirdi. Poyonsiz cho'l bag'rini kesib, agri-bugri so'zilgan yo'lda jup-jup chiroqlar bo'ri ko'zdek chaqnab ko'rinadi. Bu chiroqlar borgan sari zo'rayib, yiqilib kelgan avtomobillar g'oqirab tez o'tib qorong'ulikqa kirib ketadi. Avtobuslarning derisidan birada yerim uyquliq chiroylar lip qilib ko'rinib qoladi. Uduldagi o'rinda heliqi kishi texcha tikkida o'ltiradi. So'z chiroq yo'riqida tüp-düz, kang peshonasi, qanşarliq burni, sal so'zinchoq yuz kipti, usta haykaltarashning qo'lidan chiqqan asardek gavlinib ko'rinadi. Gulnoz qorong'ulikda xuddi bir san'at asaridan bahra elayotgandek xeyligacha uningga qarab o'ltirdi. Uningga qarab o'ltirishmi hozir edi. Hozir bundaq odamlar borgan sira ozib, qosh ko'zi, chiroyi kishining esida qolmaydigan odamlar ko'payib ketyotdi. Yerim kechadan oshganda Gulnoz qandoq uxlab qolganini tuymay qoldi. U badani kuyishib uyg'onib ketganda texi tong atmagan edi. Atrofdagilar tugilishib, har xil qiyofatda uxlayotdi. Uduldagi kishi namoz o'qiyotdi. Tong xira-shira yo'rishga boshladi. Gulnoz ixtiyorsiz so'l tarafga qarab, kepkilik kishining qiz bolani xuddi qechib ketishidan qo'rqagandek chim tutib uxlab qolganligini ko'rdi. Qiz uyg'oq edi. Kishining tumshug'idan o'zini qochirib, deraza tarafga qarab olgan edi. Chiroyidan saskinish, bezorlik ham amalsizlik chiqib turadi. Gulnoz tomoq yegili tushganda, u odamning g'ulchi talaffuzda yenidagi biriga "Xotinim o'lib ketib, yurtga borgan edim, tuqqanlar o'ylab qo'ydi" degani o'ylab, qizning keyingi hayotini tasavvur qilishga tirishdi. Ammo ko'z oldiga uning saskinish va qo'rqinish chiqib turgan ko'zlaridan boshqa narsa kelmadi. Avtobus qaqas cho'lning o'rtasidagi kichkina bozorda tomoq to'xtadi. Odamlar sovuqdan dugdishib yo'l bo'yidagi langmandan boshqa narsa atmaydigan oshxonada g'izolanishdi. Tomoq saqlab o'ltirganda Gulnoz oqshomqi kishiga boshqadan diqqat qildi. U haqiqatan boshqacha odam edi. Yendigilar uni Rishot hoji deb hurmatlaydi. Ammo u boshqa hojilarga o'xshab ketmaydi. Kiyinishidan ziyoliga xos aloyligi chiqib turadi. Ammo u Gulnoz bildigan ziyollar yoki amaldorlarga o'xshab ketmaydi. Uningda hamma odamni jalb qilib, ixtiyorsiz hurmat qo'zg'aydigan bir kuch bor edi. Bu kuch uning qabul qamlashgan bo'y bestidimi yoki vujudidan urg'ib turgan bir ishki kamolatdimi? Gulnoz buning tegiga yetolmadi. Gulnoz uning qancha yoshlarda ekanligini bilolmadi. Bir qarasa yeshi 50larga taqab qolgandek qiladi. Ammo qomati, harakatlarda 30 yoshdagilarga xos jo'shqinlik bor edi. Tushlik tomoq vaqtida hoji tomoqqa keyinroq keldi.
Kichik oshxona yo'lovchilar bilan liqqa to'lgan bo'lib, Gulnozning oldida bir kishilik o'rin bor edi. Hoji atrofga bir qarab etib, bo'sh o'ringa qarab keldi. O'ltirishdan burun Gulnozning chiroyiga qaramay, sal ingishib salom qildi. Avtobusdami u Gulnozga bir qitim burilib qarab boqmagan edi. Gulnoz bildigan erlarning ko'p qismi ayollarga bazdek tikilib qarashatdi. Chiroyini har qismi qilishatdi. Hatto orqasiga kirib olib, sat chaqchaqlarni qilatdi. U yer bu yerdan tutib olishga urinatdi. Oradan bir necha yil o'tgandan keyin bir kuni Gulnoz uningdan ayni vaqtda avtobusda nima uchun o'ziga bir qitimmi o'rilib qarab boqmaganligini so'raganda, u "Dunyo bizningla emas, uningda har turli odam yashaydi. Bo'libmi ayollar beshi ochiq, nefis kiyimlar bilan turgan bo'lsa, ularga tikilib qarab olsak, adabsizlik ham zolimlik bo'ldi" degan hamda o'zining Gulnozni avtobusga chiqqanda ko'rganligini, uningdek bir ayolning nima sababdan shu odamlarning orasida turganiga hayron qolganligini aytgan edi. Hoji bir qacha sho'rpa buyurdi. Sho'rpaga non chilab tezlikda ichib bo'ldi. Kichik taqsidagi ustaxonni g'ajab pokizlab qo'lini surtdi-da duo qilib qo'pib ketdi. Gulnoz tamoq jarayonida uning boshqalardek shalab-shulub ovoz chiqarmaganligini diqqat qildi. U bo'y bastiga yarasha cho'ng qadam bilan tez-tez mang'atdi. Yurish-turishi, ish harakatidan qoida-yo'sulliq, chivar odamligi chiqib turardi. Gulnoz uning orqasidan qarab turib, ixtiyorsiz ulug' kichik tindi. U har qancha ajoyib bo'lsa-mu, Gulnozga munosabatsiz boshqa bir sirliq dunyoga mansub odam edi. Gulnozning oldiga hech kim chiqmadi. Uning avtobusda kelganligini hech kim bilmaydi. U narsa keraklarini uyiga akirib qo'yibla, ota-onasini ham qizini ko'rib kelmoqchi bo'ldi. U qizini bak sevgan edi. Qo'rudan chiqishig'la yo'l bo'yida viviskalarga qarab ikkilinib turgan tonish bir odamni, avtobusda birga kelgan hojini ko'rib, o'rnidan turib qoldi. Umu Gulnozni ko'rib, sal tang'irqagandek bo'ldi-yu, darhol o'zini o'ngshab uning oldiga kelib, "Men bugun bir odam bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Bu odamning adresini boshqalar menga mushu yerda deb bergan, ammo kelib qarsam bu yerda emasdek qiladi" dedi. Gulnoz uning qo'lidagi qog'ozga qaradi. U rostla xato kelib qolgan edi. Uning izlamoqchi bo'lgani Beijing yo'lidagi bir o'rinning adresi edi. Hoji yana o'zining hanzucha ravon so'zlasholmaydiganligi, bir tarjimonga jiddiy ehtiyojli bo'layotganligini aytib, agar Gulnoz yordam qilishni xohlasa yoki ishonchli kerak tarjimon tanishtirsa, obdan rozi qildiganligini bildirdi. Gulnoz nimishqidir xushal bo'ldi va darhol "Bir ko'rgan tonish, ikki ko'rgan tuqqan emasmi? Bo'pti, men yordam qilsam qilay, lekin balduroq qaytib kelmasam bo'lmaydi" dedi. Rishad hoji taksi to'sdi. Gulnoz uni ko'rishmoqchi bo'lgan Lovbanning ishxonasiga boshlab akirib, ikkisiga tarjimon bo'ldi. Rishad hojining bundoq alayda tarjimonni ko'rib, Lovbanning ko'zlari paqirab ketdi. Ko'rishish o'ngishli bo'ldi. Tushdan keyin ular kelib, konkret ishlarni maslahatlashadigan, 3-kuni to'xtam tuzadigan bo'ldi. Gulnoz, "Men sizga yaxshi tarjimondan birini tepib beray" degan bo'lsa-mu, tarjimon izlashga cho'lisi tegmay, har kuni tushdan keyin Rishad hojiga hamroh bo'ldi. Ishdan keyin hoji uni yangidan ichilgan biror esir restoranga boratdi. Hikoyalar nihoyatda adab bilan paranglashqash g'izallanadi. Bu 3 kun jarayonida Gulnoz tanishqaniga uzoq bo'lmagan, o'zining xeyli cho'ng bu odamga borgan sari bog'lanib kelayotganligini his qildi. U uning yonida yurganda o'zini bexatar, ozoda sezadi. Hatto hech qachon his qilmagan baxtiyorlik tuyg'usiga cho'miladi. Rishad hoji uning so'zlarini akalarcha kuyinish va yiqillik bilan anglab o'ltirib, qisqa ammo cho'nqur ma'noli so'zlarni qistirib qo'yadi. Hammadan uning adablik muomalasi, o'zini hurmat qilishi Gulnozni so'yindiradi. To'xtam tuzilib bo'lgandan keyin Rishad hoji uningga nafis oltin zanjir sovg'a qildi. Bu Gulnozning ishi haqi edi. Uning telefon nomerini yozib olib, kelar navbat kelganda izlaydiganligini aytdi. Ammo nimishqidir o'zining telefon nomerini yozib bermadi. Degandek u pat-pat kelib turdi. Har kelganda Gulnozni izlaydi. Ish bitganda uni katta so'rinlarda esil, lazzatli taom, sovuq ichimliklar bilan mehmon qiladi.
Ammo hargiz isrofchilik qilmaydi. Ketadigan chig'ida yana ish haqqiga to'g'rilab biror narsa sovg'a qiladi. Ularning o'tirsida adab qoidadan halqagan biror eg'iz gap so'z bo'lmadi. Ammo Gulnozning ko'zlari uning telefonini kutish bilan o'tadigan bo'ldi. U Rishad hojining diniy o'limi oilasida islom aqidasi bo'yicha tarbiyalanganligini, ham Shinjang universitetini bitirganligini, ayoli 5 bolasi bor ekanligini, cho'ng qizning pedagogika institutida o'qiydiganligini biladi. Rishad hoji oxirgi qitim kelganda to'y qilish talabini qo'ydi. Shariatda musulmon er kishiga 4 xotin ravo ekanligini, o'zi mushu kunga qadar qadinas ayoldan boshqa ayol zotiga nazar solmagan bo'lsa-mu, bugungi kunda Alloh diliga solgan mehr muhabbat oldida ojiz kelib qolganligini, bu ishda ayolning ma'qulligini olganligini aytib, agar Gulnoz xolsa, Urumchidan uy ilib bermoqchi bo'ldi. Gulnoz hayot yo'lida muhim bir tanlashga duch kelgan edi. Rishad hoji o'zi kech-kunduz intildigan, orzu qilgan odam, ammo uningdek erkin, cho'ng bo'lgan qiz, yana kelib bir san'atkor uning bilan oxirigacha moslashib o'talarmi? Hissiyat boshqa gap, reallik yana boshqa gap. Gulnozning do'stlari uni bu yo'ldan to'sdi. Sen degan oliy maktabning o'qituvchisi, istiqbolli artist tursang, u sening dadangdek odam tursa, sen ashu hojimga kichik xotin bo'lamsan? Voyay, hoji deganga ha deb qo'ysa bo'ladi. Ular bilan yaqinlash qilib bo'lmaydi. Kim biladi, uning yana necha xotini bor degin. Gulnoz Rishad hoji aytib bergan telefon nomerini pat-pat qo'liga oladi-yu, nozik barmoqlarini nemishqidir telefon ustida to'xtab qoladi. Rishad hojimi uningga telefon qilmas bo'ldi. Ammo Gulnoz o'zining bu odamni unutilmaydiganligini, qachonki telefon qilib chaqirsa, gap so'zsiz orqasidan ayishib mangdiganligini biladi. Gulnoz hayotning eng go'zal mezgillarini ana shunday ikkilanish ishida o'tkazibdi. Boshqalar tanishtirgan xeyli odamlarmi uningga yarmaydi. Bara-bara boshqalar uningga loyiq tanishtirib avvora bo'lmaydigan bo'ldi. Faqat yashnib qolgan dadasi kech-kunduz qizning g'amini yeydi. Onasimi orzuliq ham chiroyli qizning ko'z tekkandek betalay bo'lib qolganiga chidamay yig'laydi. 33-bob. Namat daduyjonliqdan tushib ketgandan keyin edis ishiga toza kirisholmay yo boshqa bir ish qila olmay qiynalib yurdi. Qo'ldan ish keladigan odamlarning sharaqshitib pul tepayotganligini ko'rib o'ltirolmay, kichik vaqtida cho'ng dadasidan o'rgangan yog'och tangni oyoq qo'shiq chopadigan ishni qo'lga olmoqchimi bo'ldi. Lekin uning ming bir jaboda yasagan oyoq qo'shiqlarini setib olgan odam chiqmadi. Oltingul Namatga to'l yo'l ko'rsatib oqtirolmay, oxiri o'zi bozor bo'yidan bir ig'izliq uy ijara elib, biqib olgan qizi Oyshamgulga 2 shogird qiz bolani yondab tikkuchilik do'kon ochdi. Do'konning nomi Oltingul yangi pasundagi kiyim-kechak do'koni bo'ldi. Oyshamgul nahiyada ochilgan kursda 6 oy o'qib kiyim tikish, rishilya ishlashni o'rganib kelgan edi. Shunga kiyim-kechak tikish bilan qolmay, dasturxon, parda, sanduq, marab yopqish, yog'liq degandek narsalarni ishlab setib, yangi to'y qildigan qiz-yigitlar bilan yangi uy solganlarni o'ziga qaratdi. Oltingulning shaharga yotliq bo'lib ketgan jiyan qizi qandoq pasunda kiyim kiyib kelsa, Oltingul darhol shuningga o'xshatib kiyim tikib kiyadi. Yeshining xeyli bir yerga berib qolganiga qaramay, yosh vaqtlarigidek zilvoligi va chiroyini saqlab qolg'ashqa, uning uchisiga chiqqan kiyim helimi qiz cho'qonlarning ko'zidan o't chiqarib etadi. To'g'riqlikqa qarashliq 3 mahaldagi qo'l ilkida bor oilaning qiz cho'qonlari bas-basda uni do'rab kiyishadi. Oltingulning kiyim-kechak do'koni bo'lgan siri ro'naq topdi. 90-yillarning oxiriga kelganda tikkuchilik do'konining yeniga moda kiyim-kechak do'koni mu ochildi. Oltingul do'konlarini qiziga topshirib, o'zi Qashqar, Urumchidan mol eklatdi. Ekelgan mollari talash tortishda qoladi. Oltingul Qashqar, Urumchilarda yurib ko'z ochilib savdo pishdi. O'zi bilan bir yo'ldagi kishilar bilan tanishib, yo'l tepib, o'ziga bo'lgan ishonchi borgan sirashdi. Oltingulning kelishgan taqturqi, gap so'ziga muomalaga ustunligi hammadan uning
puli nurg'un erlarni o'ziga jalb qiladi. Bir qitim burniga suv kirgan Oltingul ularga oson berilib ketmaydi. Har qitim to'g'riqlikqa qaytib kelsa, eshik derazini taqab hisob kitob qiladi. Arqadan qat-qat selingan ko'riblar charchagan put-qo'llarini so'zib yetib, necha kunlab tala-tuzga chiqmaydi. Xo'shi tutgan vaqtlarda Ne'matga bir qitim mundaq mol akelganligini, do'konlarning tijorat ahvolini, qilmoqchi bo'lgan ishlarini aytib beradi. Ne'mat uning so'zisiga ancha qiziqib ketmaydi. Qanchalik pul topding deb so'rabmi qo'ymay, uning gapini tinglab o'tiradi. Oltingul peshonasiga putilgan bu badbashir odamga qarab o'tirib, ichida kim uchun shunchalik qilaman, bag'rimni yerib chiqqan bolalarim bormidi, jafo chekib xo'sh qilishga arzigidek erim bormidi deb ko'ngli yerim bo'ladi. Ne'mat soqol qo'yib namozxon bo'lib oldi. U har kuni masjidga hammaning oldida berib, safning oldida o'tirib ixlos bilan namoz o'qiydi. Urumchidagi Islom institutini bitkizib kelgan yosh imomning va'zini berilib anglab, yaxshilik bilan savol so'rab, so'ziganlarga do'st tortishadi. Imom bilan yashnab yurak oldi bo'lib qolgan Mazin axunimni Yasin qariyni qo'shib pat-pat uyiga chaqirib oladi. G'izodan keyin paygohda oq kirgan shalong soqolni silab o'tirib, Allohning olamni va odamni qanday yaratganligi, odam bilan havo va ularning bolalari, yaxshilik bilan yomonlik, do'zax bilan jannat, Muhammad payg'ambar va choriylar to'g'risidagi hikoyalarni va talash tortishlarni zo'q bilan anglaydi. Abdug'ani axuning nevri inisi Yasin qari kitob, gazet o'qib turadigan gapchi odam edi. Gap arlab mahaldagi yaxshi yomon ishlarni, oq o'g'itni chechib berib terug'i yerlarning qetib ba'zlashib ketayotganligini, yurtda ilgargidek terakdek egiz bo'yliq, qahrimi bor, zahrimi bor erkaklarning qolmaganligini, yangi zamonning bolalari qirqib qo'ygandek pakar, vijik cho'ng bo'layotganligini, dehqonlarning ota bovisining qolgan mis abduva chilabcha, cho'gin, jimbillarni eski tusga yig'adigan xanzularga arzon setib etib, uning o'rniga solyovdas, alyumin korlarni setib elib, naqadar xo'shal bo'lganligini, solyovdasning qog'ozdagi yirtilib, alyumin korning osonla tuvi teshilib qolganligini ko'rib, bir muncha pul xajlab setib olgan saymonlarimiz yanala qapoq cho'mishga yetmaydigan deyishganini, bozordagi savdogarlar akilib sotgan xurum oyoqlarning kep hafta o'tmay mengishga paylamay bo'silib ketadiganligini, ishkidan akeldirgan sortliq kevaz o'roqlarning saxta chiqib qolganligini so'zlab kelib, noyaga borgan edim. Bir xanzo savdogar cho'risiga odam yig'ib, bir uyg'ur odamni ko'rsatib, chosh o'stiradigan, chosh qaraydigan do'risini bozorga salg'ili turibdi. Qarasam u Ne'mat Daduyjondan cho'ngroq odam ekan, lekin chechi shunda qo'yiq ham qari chiqibdiki, kasofatning ko'zimga ishonmay qoldim. Ko'nglimda har nima bo'lsa, buningdan bir butulka olg'ash berib, Ne'mat akamni bir xush qilib etay deb o'ylabdiman texi. Ujra menga kelgan edi. Nadindir ikki saqchi paydo bo'ldi. Egizrak biri kelibla heliqi uyg'ur adashning chechini qamollab bir tatmasmi, chosh qo'lga chiqdi. Shundaq sipli yozgan kiyimi chosh ekan. Hamma odam voy deyishib qoldi. Asli u odamning beshimi Daduyjonning beshidek misbashgan emasmi deb o'ltirganlarni kuldiribdi. Ilgirgi chaqlarda hech kimni bosh yoki chosh haqida gap ochqilib qo'ymaydigan Ne'mat bu gaplarga qilin qalpiqlarini qiyshaytib kuladi. U kulsa chiroyi yig'layotgandek g'alati qiyofatga kirib qoladi. Yasin qari bo'ldi qilmay, Daduyjon o'zlari kulyaptimlar yoki yig'layaptimlar deb kulkini texmo avijiga chiqaradi. Yasin qari orqadilla degan bilan Daduyjonmi yomon qilmagan, u chaqdagi ishlarning hammasini Daduyjondan ko'rib ketgil bo'lmaydi. Siyosat shundaq edi. Daduyjon suv qurilishi bilan o'rmonchilikni tang tutgan, shunga hozirgacha foydasini ko'ryapmamdimiz deydi. Mazin axunimmi titrak ovozda Dajayni bugunimiz deb kecha kunduz ishlaydigan chaqlarda Ne'mat axun o'zimi bo'z yerda azallar bilan yetib qopib tang ishlagan. Hozirgi boshliqlar o'zining yerini o'z termaydi deydi. Hozirgi kent boshlig'i Mahat Davudning jiyan o'g'li edi. U 80-yillarda harbiylikdan qaytib kelibla kent boshlig'i, kent partiya yo'jagisining shujisi bo'lgandan keyin bir mezgil xeyli yaxshi ishladi. Keyin borgan sari yuragi yo'g'inib, o'zi bilgancha ish qildigan
Ximiyevi o'g'it, dora, urug' sotadiganlar yeniga pul selib qo'ysala, dehqonlarga yuqori bahada tengib sotadigan. Yuqoridan bergan namratlarni yo'lash xarajati va boshqa pullarni o'zining tuqqanlariga o'lashtirib beradigan bo'lib oldi. Lobanlardan pul ilib, ularning qallaymaqan yer ichishiga yo'l qo'ydi. U yenidan kent boshlig'i bo'lgan yili kirimni kent ishlariga ishlatimiz deb dehqonlarning harakatlantirib 30 ming bo'z yer oshqizgan edi. U yerni har yili dehqonlarga tertatdi. Lekin dehqonlar uning bir pun foydasini ko'rmaydi. Bu pullarning nega ketganini bilmaydi. Dehqonlar yig'inlarda bu ish to'g'risida ko'p qitim fikrmi berdi. Lekin kent boshliqlari aniq javob bergili unimidi. Dehqonlar ochig'ini ichiga sig'dira olmay yurgan kunlarda yana bir ish yuz berdi. Saybuloq mahallasida Zarib Axun deydigan nomrod bir odam bor edi. Ayoli o'lib ketgan bo'lib, oldida bir talla qizi bor edi. Dadi bilan qizi g'o'rgul bo'lsa-mu, tinch turmush kechiradi. Yillar o'tdi. Onasidan 7 yoshda qolgan Nisagulning eski tamliq o'ylida koni kiyimlar ichida qachonlarda qandoqlarcha bir sohibi jamal qizga aylanganligini kishilar sezmay qoldi. To'g'raqliqdan keyik ko'zlik sohib jamallar ko'p chiqadi. Lekin hech qaysi Nisagulning qo'liga suv quyib berolmaydi. Uni ko'rganlar bu nomrod o'ylida tangdasiz bir gul ichilibdi deb danqini taraf-tarafga tarqitishadi. Ortiqcha Hüseyin Jamalning qiz cho'konlarga bo'lib nomrod oyining qizlarga yarashmaydiganligini biladigan kishilar qizning taqdiridan andisha qilishadi. Qiz o'ziga oshiq bo'lgan yigitlar ichidan Yasin qarining o'ttiranchi o'g'li Tolibjonni yoritib qoldi. Ular uyning orqasida gohida mahalla sirtida uchrashadi. To'g'raqlar orasida yonma-yon o'sib, bir-biriga irmash-chirmash bo'lib ketgan ikki tup to'g'raq bor edi. Ular ba'zida ashu to'g'raqning tubida o'ltirib mingishadi. Ular texi bir-birining qo'l uchini tutib baxmagan edi. Bir-biridan tortinib yurishadi. Bir kunlarda Zarib Axunning eshik oldiga esil bir pikap keldi. Pikapda Mahat bilan kelgan Loban ko'zlari jonni olg'ulab mo'ldirlab, ikki manzil nonardak tavunib turadigan Nisagulni ko'rib, o'zini bosolmay, Zarib Axunga qizini Urumchida katta xizmatga o'rlashtiradiganligini, bir qism ish haqini oldin beradiganligini aytib, oldiga 10 ming qo'yni qo'yib qo'ydi. Lobanning orqasida yonpaslab, paypaslab yurgan Mahatmi og'zi og'ziga tegmay, Nisagul, beshingizga talay qush qo'ndi. Bundaq fursat hamma odamga kelmaydi. Fursatni qo'ldan berib qo'yib, keyin pushaymon qilganning foydasi yo'q. Yosh vaqtingizda shahar ko'rib, pul tepib, cho'ng bo'lganda yurtga yenib kelib, topgan pulingizning rohitini ko'rmamsiz, deb vazxonlik qilib dodi bolani xeyli qiziqtirib qo'ydi. Nisagul o'ylanib boqay dedi. U yashangan dadisini yolg'iz tashlab qo'yishdan ansiraydi. Yana bir tarafdan Tolibjonga chidamaydi. Dadisi pulni ko'ribla bir qarag'a kelib bo'lganda qiladi. Faqatla Tolibjon uning oli kimlarning orqasidan ketib qolishiga qo'shilmadi. Hatto Nisagulning ko'ngliga tegadigan gaplarni qildi. Tolibjondan dili ranjigan Nisagul kechini kirib qaqmay o'tkazdi. Oxir chiroyli qizlarga xos tamana va qiydash, notunish dunyoga bo'lgan qiziqish ustunlikni yeladi. Ertasi Nisagul bir necha qur kiyimini ilib, Lobanning mashinasiga tushib ketib qoldi. Bir ketgancha uningdan xat xabar bo'lmadi. Tolibjon bozordagi boshqa xanzolardan Nisagulning ishkirga ilib ketilganini anglab, ular deb bergan adres bo'yicha uni ishkirga izlab bordi. Birinchi yili izlab topolmay, ikkinchi, uchinchi yilimi izladi va oxiri uni cho'ng bir shaharning chetidagi poshxonadan topdi. Yerim yalang'och kiyingan Nisagul o'ziga o'xshash sho'r peshona Uyg'ur va xanzu qizlari bilan birga turadi ekan, xohlagancha sirqi chiqolmaydi ekan. Qechishga urinsa qattiq qiyin pastaqqa elindi ekan. Ularning o'lib tirilishi bilan soqchilarning kori yo'q ekan. Nisagul bir qitim dori yeb, bir qitim bilak tomirni kesib o'lib olmoqchi bo'pti. O'lay debmi o'lolmay, oxiri amalsizlikdan taqdirga tan beribdi. Tolibjon fohishxonaga xo'jayinini pichoq tanglab qo'rqitib, Nisagulni qo'yib berishga ma'qulga keltirgan bo'lsa-mu, Nisagul yurtga qaysi yuzim bilan borman, uning ustiga men uzoq umr ko'rolmayman, mehnat tenim bilan ashu pokiz yurtni bulg'amay, o'likim mushu yerda qolsin deb qaytib kelishni xohlamabdim. Tolibjon qaytib kelgandan keyin Mahatni o'ltirib yetaman deb yurdi. Yasin qari o'g'lini bu yo'ldan to'sib, Mahatning qilmishlarini bir
tizib arz yezib yezi bilan noyaga hatto viloyatga arz qildi. Yezi bilan noyada uning arzini tanshaydigan odam chiqmadi. Viloyatlik arziyat ishxonasi yeziga qaratib bir parcha xat yezib berdi. Biroq bu xat yezi katibining topmasiga kirib ketgancha yo'q bo'ldi. Aksicha Mahat uni ustimdan arz qilsan deb urib yotqizib qo'ydi. 1-2 yilgacha Yasin qari o'ltirishliq mahalliga suvni vaqtida bermay, o'kti qopqanlarni yurtdan haydab, bola chaqasini to'y qilsa, uy yeri bergili unamay, dehqonlarni qonqir qaqshatdi. Mahatga tan kelgili bo'lmaydiganligini bildigan dehqonlar bizni mushu kunga qo'ygansan deb hamma ishni Yasin qaridan ko'rib, uni orqa olmaydigan bo'ldi. Lekin ichi kuchlik bir ishni qilsa oxiriga ochiqmay qo'ymaydigan Yasin qariymi yengilganiga tanbamidi. U Turdi qari bilan yaqin og'in edi. Bir yili u Rustam Nozirning yurtiga kelganligini anglab, Turdi qari orqali bu arzni Nozirga yetkazmoqchi bo'ldi. Ular shunchalar cho'ng boshliq bo'lgandikin, nahiya yezdikilarga bir eg'iz gap qilib qo'ysa, har qanday ish hal bo'lib ketmamdi deb o'ylashatdi. Rustam Nozir kelgan kunning ertasi yurtdagi Mahat boshliq kadrlar bilan jamoat uni yo'qlab kirishdi. Ular chiqib ketganda Turdi qari Rustamga Mahatning ishlarini, Yasin qarining uvalchiligini birma-bir yetkazdi. Yelimi gulmi uning gapini quvvatlab, to'liqlab turdi. Zaynabxon, balam, to'g'riqlikda Mahatdek maraz boshliqni hech kim ko'rmagan. Dehqonlar uningga tan kelolmadi. Hozir u texmi terisiga patmay qoldi. Sen 2 eg'iz gap qilib, mushu bechora odamlarni Mahatning zulmidan qutultirib qo'ygin. Yurtdagilar sendan rozi bo'lib qolsin dedi. Rustam chiroyini o'zgartmay birdan o'tirib ketib, birdilla akasiga qarab, "Aka, sen bu ishlarga aralashma. Asas qatlam kadrlarining o'zining xizmat usuli o'ziga yarasha jafosi bo'ladi. Yuqori bilan tuvan o'xshamaydi. Men yuqoridan kelib Dodi Shavdining ishiga aralashib yursam yarashamdi. Meningcha Mahat sizlarga yomonlik qilmaydi. Shundoq bo'lgandikin, ushaq ishga aralashmay, yeringlarni terib, kuninglarni elivermamsizlar" dedi. Turdi qari gap qilmay o'tirib qoldi. Zaynabxon joynamozni ko'targuncha namoz o'qilmangdi. Elimida uning joynamoz ko'targan qo'li lag'ildab titrayotganligini ko'rib, ittik berib cho'ginga issiq suv ilib, "Ona, tarat ilib olamla" deb oldiga keldi. Zaynabxonning titrayotgan lablari orasidan "maraz" degan so'z chiqdi. Bu so'zning kimga qartalg'ini bilgil bo'lmaydi. Rustam bu qitim 15 yoshlarga kirgan o'g'li bilan 13 yoshlarga kirgan qizni olg'ash kelgan edi. Bo'ylari egiz, atlik, terisi suzuk ham yumron, ratlik pokiz kiyingan bu bolalar pakar o'ruq oftobda ko'ygan to'p-tara sahralari bolalari orasida xuddi yovi o'rdaklar orasiga kirib qolgan oq qudak alohida ko'rinadi. Ikkilisi bir eg'iz uyg'urcha gap qilishni bilmaganlikdan kim gap qilsa hayron bo'lib sa deyishadi. Ürümchida bir necha kun ularnikida turgan Helimgul tartinib o'ltirmay, "Nayna emas, cho'ng ana desizlar. Mavuni anar deymiz, mavu degan shaptul" deb ikkisiga uyg'urcha gap o'rgatmoqchi bo'ladi. Zaynabxon ota bobolarining tuproq beshini ko'rsatmoqchi bo'lib, eshak harvusi bilan ularni zaratga ilib bordi. Zaynabxon eng boshdagi eng ko'ni bir qabrining oldiga berib, "Bolalarim, mana bu sizlarning eng cho'ng buvanglar. Mushu yurtni oshgan To'xtaqning qabrisi, mavu ulug' momanglar Oyxonning, mavu Qutlug' hoji cho'ng dadanglarning" deyotganda ikki bola seg'iz kampir chaynig'incha hech narsani anqirolmay qarshib turdi. Zaynabxon ularni ikki tarafiga o'ltirg'izib oyat o'qidi. Oyatni o'qib bo'lib duoga qo'l ko'targanda o'g'il singlisiga nimalarni deb qo'yib oldirab neri ketdi. Zaynabxon uning sal neriga berib gumbizi o'rilib ketgan qabrlarning to'pisiga shaqir deb siyotganligini ko'rib qo'rqib jini chiqdi. Balni ayab ortiqcha bir narsa demagan bo'lsa-mu, bola degani mushundaqmi cho'ng qilamdi deb o'g'lidan ranjib kechichi ko'ziga uyqu kelmadi. Rustam, hey Rustam, ashu kuyimchan azimat o'g'lining boshqacha bir odamga aylanib qolganligini Zaynabxonga qattiq zarba bo'ldi. U kanat boshliqi Mahat bilan o'g'li Rustamda qandoqdir bir o'xshashlikning borligini his qiladi. Uning qandoq o'xshashlik ekanligini deb berolmasa-mu, yuragi bir narsani sezganda qiladi. Shuning uchunmikin Rustam avatgan yoki bergan pullarni bir pung neri beri qilmay
amroq nəvəllərigimi bərməy yığıb qoyatdi. Qo'lim qo'shnilari hojatmand bo'lib pul so'rab kirsa zodi quruq yondurmaydi. Birarsi davolanmoqchi bo'lsa ayonmay yordam qiladi. Ularga bu pulni Urumchidagi o'g'lim avatibdi. Namozinglarda shuni atab duo qilib qo'yarsizlar deydi. O'zining bu ishidan ichida xushal bo'lib, bilib bilmay o'tkazgan gunohlari mushuning bilan yuyilib ketar. Yo'llari texim ochiq, davlati texim ziyoda bo'lar. Ilohim deb tilaydi. Biroq yuragiga o'rnab ketgan bir g'ashlik oson yo'qolmaydi. Kecha-kunduz bir andish yuragini tatlab turadi. Bu qidim hammadan bolalarga birer ikki eg'iz bo'lsa-mu, o'z tilida so'zlashni o'rgatsa bo'lmamdi, o'zining qanday odamning avlodi ekanligini bildirsa bo'lmamdi deb ichidan o'rtandi. U bolalarning ichida Zumratning qozlar Rustamga amroq edi. Qo'lidan ish keladi, ko'yimi bor deb uningdan umidi zo'r edi. Qaraganda uningdan kupurliq o'tgan o'xshaydi. U rizqiga qanoat qilmay Alloh taoloning g'azabini keltirib qo'ygan o'xshaydi. Shunga uning o'g'li mushundaq o'zgarib ketibdi. Bola chaqalarimi ajdodiga boqmaydigan, o'zining yiltizini bilmaydigan bo'lib ketibdi. Buningdan ko'ra to'g'riqlikda dehqon bo'lib, helimguldek ishchan ayolga o'linib, ota-bobolarining yo'lini tutib yashab o'tgan bo'lsa, Zaynabxon xotirjam bo'lmasmidi? Ota-bobolarining ruhi xursand bo'lmasmidi? Odatda Rustamni og'zidan tushirmaydigan, uni to'la seg'indigan Zaynabxon amroq o'g'li bilan navirlari oldida turganda birdala yavash oq ko'ngil turdi qari bilan Helimi Gulning og'riqchan Ro'za oxuning o'ziga eng yaqin ekanligini, o'zining ularga naqadar muhtoj ekanligini his qildi. Ko'ngli erib ko'zlariga yosh oldi. Rustamdan dili ranjigan bo'lsa-mu, u yig'im bor edi, endi ma'musoq bo'lmas ana deganda yana uningga chidamay qoldi. Ko'nglida nurg'un gaplari bo'lsa-mu, uning silkib etishidan, ranjib qilishidan qo'rqib ichiga yutibdi. Rustam bu qitim onasini Urumchiga elib ketib, endi bir mezgil turg'izmoqchi bo'lib kelgan edi. Biroq Zaynabxon borg'ili unimidi. Eshu Qashqarga borsam, yurtga qachon ketarman deb ko'zim to'rt bo'lib ketadi. Urumchiga texim ko'nalmayman, yashnib qoldim. Yaqi yurtda o'lib tortib qolsam, sizlarni ovora qilib qo'yman. Uning ustiga men bo'lmasam, Ro'zaxon hech kimning qo'lidan g'izo yemaydi. Rahmat bolam, sizlar xotirjam o'ssanglarda men rozi dedi. Rustam bilan billa uning Qashqardan olgan uyiga berib, bir necha kun turishni xohlamadi. Rustam to'g'raqliqda 3 kun turib, Qashqarga, u yerdan Urumchiga qaytib ketdi. Kuzda noya bo'yicha demokratik saylam o'tkazildi. Saylamda to'g'raqliqdagi dehqonlarning hammasi birlashib, Yasin qoriga bilet tashladı. Biroq saylam natijasi e'lon qilinib, uzoq o'tmay noyadan uqtirish chiqarib, Yasin qorini kanit boshlig'idan qoldirib, Mahatni kanit boshlig'i va kanit partiya yacheysining shujaligiga tayinladi. Qaytadan amalga o'tirgan Mahat texmi ko'ranglab ketdi. Ikkinchi yili yozda neftlikdan Xansu ustalarni akeldirib, bozor bo'yiga 2 qavatlik katta uy soldirdi. Bundaq yasadaq uyni to'g'raqliqlar texi ko'rib boqmagan edi.